Ajdar Zo'rtova telekanali ertatdan salom dasturi. Mana ajoyib raqs guruhimiz tayyor. Guruhingizning oti nima qizposhchalar? Mustaqzo. Voy dod. Sirdaryo viloyatidan. Ha? Hofizam tayyorlar, to'p bilan kiyib tayyor bo'lib turibdilar. Qani yigit, boshlaymizmi? Ketdik. Marhamat, chiroyli tarona bilan. Ko'ngil dardiga topmay boraman hargiz davo istab. Ani umri kiromi hasrato bulg'ay ado istab. Necha yurdim adoshib to'g'ri yo'ldan besaru somon. Tutib ilgimni yo'lga solsa deb bir rahnamo istab. Necha yerga surib yuz yaxshilar yo'lida o'ltirdim. G'ubori domanidin jon ko'ziga to'tiyo istab. Balo urgan meningdek bormikin bir xastayum ma'yus. Jahonda hojatiga topmagan hargiz ravo istab. जहाँ के लपेगा इश्क़ करेज़ा soldi ana ishqi boshima kulfat savdo qilg'in ana faryod bilman vasfat odam eding nodi farida ey ko'zlar shahlo qilding meni bir boqishla husning shaydo jilva qilib ijod qilding meni bir boqishla husning shaydo jilva qilib ijod jahonda majnun ila farhod men bir qachon tengul ishq ichra jahonda majnun ila farhod qachon bo'lsa giftor ish ichra biloshak dardiga ani shaxsi labing qildim davo ey qomat shamshod dardiga ani shaxsi labing qildim davo ey qomat shamshod Ofarin, gap bo'lishi mumkin emas. Voy aytib turdim, shu keladigan san'atkorlar shunaqa qo'shiqlarda ijro etsa deb baraka topinglar qizposhlar. Ismingiz nima? Muhammadjon. Mikrofon gapiring. Ha, ishlayapti. Yo'q. Muhammadjon. Muhammadjon, nechta sinfda o'qiysiz? 3-sinfda. 3-sinfda. Nechta qo'shiq bilasiz? Ko'p. Ko'p. Bir 20 ta qo'shiq bilasizmi? Ha? Ha? Bundan tashqari qanaqa qo'shiqlar ijro eta olasiz? Qaysi qo'shiqlarni? Bandaman. Hop. Keyin Ha. Hozir hayajondan ishdan chiqdi. keyin bandaman. Va yana o'zbek qo'shiqlari mening ustozlarimizning qo'shiqlaridan. Rahmat ukajonim, salomat bo'ling, sog' bo'ling. Qizposhlar rahmat kattagon kelganinglarga. Haqiqatda bugun kundagi eng zo'r raqslardan biri bo'ldi. Rahmat, sekin shoshmasdan chiqinglar. Rahmat ukajonim, baraka toping. Zo'r. Hozir